Qizlar ba'ziga ishlarimdan xato topishibdi. Ishingiz yaxshi tugamadi, changlarni yaxshi artmabsiz deb. O'zimda ham xato bor. Telefon qo'yadigan shtativim bo'lmaganligi uchun qo'limda videoga olib, bir qo'limda tozalayman. Keyin men qilayotgan ishlarimning natijasini emas, birinchi marotaba qilgan ishimni videoga olib, keyin boshqatdan astoydil tozalarkanman. Bu holat ko'rayotgan odamlar uchun bo'ldi, videoda bir marta artib qo'ydi, chala-chulpa qoldi, shu joyda to'xtaydi degan fikr uyg'onadi. Xullas, shunaqa qilib ertalabki ishlarimni hammasini tugata olmadim. Chunki bugun ertalabki 9da yaxshi mutaxassislar to'garagiga yozilib olgandim. Shuning uchun uydan erta chiqib ketishga majbur bo'ldim. Ishonsangiz, ertalab 9dan to kechgacha o'qishda kunim o'tdi. O'zimga va'da bergandim, uyga kelishim bilan ingliz tili kitobimni ochib, ozgina bo'lsam o'qib qo'yaman deb. Lekin boshim qattiq og'rigandan umuman o'qish ko'nglimga sig'madi. Turmush o'rtog'im ham o'zingizni juda qiynayapsiz, bunchalik o'qishga berilib ketmang deydi.